学们来到新疆共青团网上双语夜校，教你学汉语情景绘画，即学即用。我是你们的老师Segila Asghar。今天我们要学习的是第4单元的课文。Bugün öğreneceğimiz 4. kısımdaki birinci bölümündeki tiksi。那么跟以前一样啊，bugünkü在这个上课之前。Derske kirişten burun， 我们先把第3单元的目标复习一下。Avval biz qandaq 3. bölümninki şu nişanını bir tekrar qılasak. Onda olsa， 同学们呢把书翻到第3单元的目标 3. dersninki nişanıga。在第3单元的目标里面，我们学习的是一个钟点的读法。Mushu saatni qandaq o'qiymiz shunday-ku. Unda bo'lsa biz birlikda qarab baqaylik. 第一个 qancha ekan? 6. Qanaq deymiz soat 6 deganni? 6 点. 6 点. Soat degan vaqtimizda denni ishlatamiz, minutiga finni ishlatamiz. Sekund bo'lgan bo'lsa, miyovni ishlatdik. Unda bo'lsa, mushu bir boshdan o'rganib bo'lgandan keyin bir boshdan qandaq bir o'qiydilar. 6点 6点 5点30分 5点30分 5点半 5点半 11点10分 11点10分 8点05分 8点05分 10点一刻 10点一刻 10点15分 10点15分 2点差一刻 2点差一刻 2点差15分 2点差15分 1点45分 1点45分。好，不同的时间表述方法o'qishimga vaqtlarning kim shu ifodalanishi. Mishada shu soat 10ni misol qilib turib so'zlabdi-ku. 10, 10dan 5 minut, 10dan 15, 10dan 30, 10dan 45, 10dan 55 degandek. Bir boshdan shu bir o'qib mansaq. 10点 10点 10点钟 10点钟 10点05分 10点05分 10点过5分 10点过5分 10点15分 10点15分 10点一刻 10点一刻 10点30分 10点30分 10点半 10点半 10点45分 10点45分 差一刻 11点 差一刻 11点 10点55分 10点55分 差5分 11点 差5分 11点。好，这个地方bu yerda bir chorakni so'zlab o'tib ketgan tuqqu 15 minutni bir chorak deymiz, Hansuchida k deymiz. 一刻是15分钟，一刻是15分钟。那么上一节课学的第2个目标ikinci nişanımız nimedi? Mushu 12 Mushu bir kunda 12 soat bilan, ya'ni 24 soat bilan ifodalashi. Shunaqo 12 soat bilan bo'lgan chaqda cho'qim buni tushdan burun yoki tushdan keyinligini aniq deyishimiz kerak. 24 soatni degan vaqtimizda undaq demasakmi bo'laverdi. Masalan, bu yerda ikkisi bor, birisi mushu 14 dan 58 minut 55 sekund o'tgan-ku. Buni masalan 12 soat bilan ifodalasak qanday deymiz? 中午2点58分55秒。那么 astidagisi qancha? Mushu 24 soat bilan ifodalasak是14点58分55秒。Ashu sonning o'zini o'qiblam keyiniga mushu soat bo'lsa den, minut bo'lsa fin, sekund bo'lsa miyovni qo'shsaqlam bo'ladi. Machitiga qarasak, 这是 19 debdi-ku, shu vaqtida tushdan keyin soat 7 bo'lamdi.
Ondan sonra 下午7点07分35秒。yana birisi 19点07分35秒。好，这是两个。Andan 询问时间bir odamdan vaqtni so'rash. Hozir soat qancha bo'ldi? Texmi qisqa qilib qancha bo'ldi? Yoki bo'lmasa qachon deb so'rasak bo'ldi-ku. Ha, unda bo'lsa bir o'qib o'taylik. 现在几点？现在几点？北京时间10点25。北京时间10点25。几点了？12点半了。几点了？12点半了。什么时候放学？下午5点半。什么时候放学？下午5点半。那么下面是一个时间词的用法。Mushu vaqt sözlerini qanday ishlatamiz? Vaqt sözleri qanday bo'ldi? Ikki xil, ikki narsaga diqqat qilamiz. Vaqt igininki oldiga kelsa bo'ladi, igining keyniga kelsa bo'ladi. Masalan, men atdigan choy ichdim yoki bo'lmasa atdigan men choy ichdim yoki men atdigan bo'lamdi yoki atdigan men bo'lamdi, ikkilisi o'xshash demakchi. Bu birinchisi diqqat qilganimiz. Ikkinchisi vaqtni so'zlagan vaqtimizda cho'ng vaqtdan tortib kichik vaqtga qarab mangimiz. Cho'ngdan kichikka qarab mangimiz. Ha, unda bo'lsa bu yerdagi misollarni ikki qatim o'qib olsak. 我下午去学校。我下午去学校。Bu yerdagi vaqt so'z shu 下午 deganimiz shu. 我下午去学校。那么o'xshash 下午我去学校。下午我去学校。ikkisi o'xshash. 那么ikkinchisi shu vaqtniki cho'ngdan tortib kichikka qarab mingishi. 我早上7点一刻起床。我早上7点一刻起床。ikkinchisi 我们家晚上8点吃饭。我们家晚上8点吃饭。好。那么再往下ostida bir nima常用时间词 doim ishlatiladigan mushu vaqt bilan munosabatli so'zlar. Birinchisi atdigan 早上 早上 kech 晚上 晚上 yarim kecha 半夜 半夜 tong sahar 凌晨 凌晨 tushdan burun 上午 上午 tush 中午 中午 tushdan keyin 下午 下午 burun 以前 以前 hazır 现在 现在 keyin 以后以后 kelgusi 将来 将来。好，刚才呢是我们的这个3. dersninki mushu birinchi bölümüninki nishoni shunaqa endi ikkinchi bölümninki nishoniga bir qarab o'tsak. Ikkinchi bölümninki nishonlarda nima degandik? Mushu yil, oy, kunlarninki ifodalashi shunaqa. Ha, unda bo'lsa bir yilda qancha oy bor? 12 oy bor. Oyninki ifodalashi qanday? Sonni ekilimiz, keyniga yu degan mushu xatni kelsak ham bo'ldi. O'tirg'i hech nima qitilmaydi, ha. 12 oyni bir boshdan kelsak, 1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月。好，那么 kunga kelgan vaqtimizda mushu或者说 chislaga bir oyning ichida qancha kun bor deymiz? 31 kun bor. Kunga kelgan chaqda r degan xatni ishlasakmi bo'ladi yoki how degan xatni ishlasakmi bo'ladi? Ig'iz tilida ko'pincha howni qo'llanadi, ha. Nima 5-oyning 6-si desak, 5月6号. Kunni degan vaqtimizda o'xshash sonni deymiz, keyingi how degan xatni qasaqlab bo'ladi.
那么birinchi ısladın 31-ci ıslagıcı bolsa mesela 1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号、11号、12、13、14、15号、16号、17号、18号、19号、20号、21号、22号、23号、24、25、26、27、28、29、30、31号degende. Ha, andın şu bir haftadaki 7 gün. Bir haftadaki 7 gün. Düşenbe, 星期一, Seyşembe, 星期二, Çarşembe, 星期三, Perşembe, 星期四, Cuma, 星期五, Şembe, 星期六, Yekşembe, 星期天, yoki bo'lmasa 星期日. Buni biz mındaq tutsak texmi oddiy bo'ldi. Haftaga 1, haftaga 2, haftaga 3, hafta deganda 星期 deymiz, haftaga 1, haftaga 7 degan vaqtimizni o'sha 星期天 bo'ladi. 星期7 demaymiz. 星期1, 星期2, 星期3, 星期4, 星期5, 星期6, 星期天 desek bo'ladi. Ha, ikkinchisi boshqalardan chislani qandoq so'raymiz? Chislani qandoq so'raymiz? Haftaga qancha desak 星期几 deb so'raymiz. Kanchinchi ayning kanchinchi kuni desak 几月几号 deb so'raymiz. Nama qachon desak 什么时候 yilini so'rasak qandaq 哪一年 哪一年 unda bo'lsa mushu ikkinchi mushu 学问日期 degandagi misollarni bir o'qib chiqaylik ya. 明天星期几 明天星期几 明天星期四 明天星期四 后天几月几号 后天几月几号 后天4月10号 后天4月10号 你什么时候结婚 你什么时候结婚 明年2月14号 明年2月14号 你是哪一年来北京的 你是哪一年来北京的 2008年来的 2008年来的 好，这是我们第3课的生词。那么接下来我们呢来看一下第4课的第1部分。Әмді 4-cü dərsindən ki, şu 1-ci bölümüge bir qarab baxsaq, yəni tekstqa. Oxşaş tekstqa qarashdan burun avval nemiş qılımız? Sözlükni bir oqub etdimiz. Nama tonşama ba. 生词翻开啊 4-cü dərsindən ki sözlükə qaranglar. Onda xos başıldıq. 为已经火车站哪个位置出站口南边对面先马路然后旁边药店门口等马上一会儿见东西北上左右里外
前前后后中间中间两边两边学校学校对不起对不起知道知道大门大门邮局邮局迪利亚尔迪利亚尔中国银行中国银行好，那么接下来我们呢看一下我们的课文。Әмді біз мұшу дәрісінен немізге тексіға бір қарап өссек. Авал бізденке бұл қысқы фильмді бір көріп өссек. 那么在这个上课文之前，我们先看一下我们的小视频。好，dikkatimiz ekranda bo'lsin。喂，你好，是迪利亚尔吗？是的，阿里木吗？是的，阿里木，我到了。你好，你好，我已经到火车站了，你在哪个位置？我去找你。我在出站口南边，我对面是中国银行。那你先过马路，然后到中国银行旁边的药店门口等我，我马上到。好的，兄弟，一会儿见。好，同学们，刚才我们已经把这个小视频看完了。Баян biz bu kichik filmni ko'rib bo'ldik. Endi bu mazmunga tafsili bir qarab baqaylik. 首先故事场景bu hikoyani o'zbagankan. 下车后，阿里木和王丽道别后，那么mashinadan tushgandan keyin olim bilan王丽ikkisi nim qilib bo'lgandan keyin xo'shilishib bo'lgandan keyin 给朋友迪利亚尔打电话。迪利亚尔nima ish qilibdi? Telefon qilibdi va olim debdi. 喂，你好。哎，yaxshimi? 是迪利亚尔吗？迪利亚尔么？ debdi. 是的，阿里木吗？ 那么迪利亚尔telefonni iliblam qarish tarafninki ovozidan olim ekanligini bilibdi. Shunami? Shuning bilan shundoq olimmi debdi. 是我，阿里木。ha, men olim. 我到了。man keldim debdi. 我到了。好，那么迪利亚尔说什么呀？你好，你好。哎，yaxshimi。那从这个地方我们可以看出来这个迪利亚尔和这个阿里木的关系。ikkisiniki munosabati nihoyatda yaqin ekan, shundaqu. 那么阿里木niki kelganidan 这个迪利亚尔怎么样？非常的高兴，nihoyatda xushubdi va "voy yaxshimi" deb 非常激动，hayajonlanibdi。然后迪利亚尔mundaq debdi: 我已经到火车站了。Men nega keldim? Mushu poyezd stansiyaga kelib bo'ldim debdi. 你在哪个位置？我去找你。哎，sen qaysi joyda? Men sening yoningga boray debdi. 那么我去找你的意思就是 sizning yoningizga boray demoqchi. 好，shuning bilan olim nima debdi? 我在出站口南边。出站口mushu bekatning chiqish eg'izi. Chiqish eg'izniki qaysi tarafida? Janub tarafida debdi. Odatda biz mushu tarafda ko'pincha nimani ishlatib ko'ngan desakchu, mushu 左右 o'ng tarafi, so'l tarafi deganni ishlatib ko'ngan. Shundaqu mushu tongdan shibey, mushu shimol, sharq, janub degan vaqtimizda ba'zanlar toza ilaqi inkas qilib bo'lolmasligi mumkin. Masalan, men shundaqa. 好，我对面是中国银行debdi. Shuning bilan bilmay qolmasin deb nim debdi? Mening udulimda Jungo bankisi bor debdi. Udulimda Jungo bankisi bor debdi. 那么迪利亚尔debdi: 那你先过马路。Avval sen yo'ldan o't. Yo'ldan o't degan nima ekanmiz? 过马路。过马路 yo'ldan o'tish. 然后到中国银行旁边的药店门口等我。And then ashu Jungo bankisininki yinidagi nima? Dorixona. Dorixonaninki darvoza oldida meni saqlag'in debdi. 我马上到。men hozirlanib boraman debdi. 好的，兄弟，一会儿见。yili ko'rishaylik debdi. 好，那unda bo'lsa, bu tekstning bo'pti desak, 阿里木已经到了这个乌鲁木齐了。
已经下了火车了。Olim Urumchiga kelib yo, poyezdimmi tushib bo'ldi. Tushib bo'lib kimga do'sti Dilyarga telefon qilibdi. Dilyar buningga bu shu yo'ldan o'tib, shu bankining yonida bir dorixona bor, ashadam to'xtab turgan, ashadan seni ilib olaman debdi. Xo'p, mushtaq bir jarayon ekan-a. Endi bu darsda nimani o'rgandik desa, qarsak shu yo'linishlarni o'rganimizga deyman, shundami? Xo'p, unda bo'lsa, shu tekstni biz Manga ergishib turib bir o'qib olsak. 那么下面我们把这篇课文呢，同学们跟着老师一起来读一遍。Başladık. 喂，你好，是迪利亚尔吗？是的，阿里木吗？是我，阿里木，我到了。你好，你好，我已经到火车站了。你在哪个位置？我去找你。我在出站口南边，我对面是中国银行。那你先过马路，然后到中国银行旁边的药店门口等我，我马上到。好的，兄弟，一会儿见。好，这是什么呀？我们的课文是不是？那接下来我们来看一下今天的目标。Endi bugungi nishonimizga bir qarab baqaylik. Bugungi bu nishonni nimani o'rgandik? 方位 o'rin shundaqu, 前后左右上下degandek, anandan keyin yana nima东南西北degandek. Xo'p, unda bo'lsa birinchisi sharq, dong, sharq, dong. Nan degan janub, nan, janub. G'arb degan shi, shi. Shimol, bey, bey. Xo'p, bu to'rtini qandoq ismimizni tutib olsak bo'ladi desak-a? Mushu g'arbga sayohat deb bir bizniki mushu televiziya teatri bor. Nima Sungukongninki, hammamiz ko'rib baqqangu deyman. Mushu Sungukongninki mushu nima deb bu teatrning ismi? G'arbga sayohat. Shiyouji, shiyouji. Mushu shiyouji shi deganimiz shu g'arb bo'ladi. Nima kun qayoqdan chiqadi? Kun qayoqdan chiqadi? Sharqdan chiqadi, ha. Kun chiqadigan taraf sharq, tayoq, dongsheng, shilo, dongsheng, shilo. Sharqdan chiqadi, ha. Nima Nanbeyga kelgan vaqtimizda mundaq o'ylasak bo'ldi. Biz shu Xinjiangni odatda Nanjang, Beijing deymiz-ku. Janubiy Xinjiang, Shimoliy Xinjiang, Janubiy Xinjiang, Nanjang. Unda bo'lsa Nan deganimiz shu janubgan. Na Shimoliy Xinjiang deganimiz Beijing. Na unda bo'lsa Bey deganimiz shu shimolgan deb turib ismimizni tutib olsak bo'ldi, ha. Ha, endi shu qo'sh yozilganiga qarab baqaylik-a. Birinchisi nima ekan? Sharqiy shimol. Sharqiy shimol. Nima deymiz? Dongbey. Dongbey. Nima? Sharqiy janub bo'lsa Dongnan. Dongnan. G'arbiy shimol. Shibey. Shibey. G'arbiy janub bo'lsa Xinan. Xinan. 好，这是 nima bu mushu taraflar, necha taraf, jami qancha tarafni deb to'q 8 ning. Endi mushu osti-usti deganlarga qarab baqsaqqa, mushu qo'lning harakati bilan lam deylik. Shang, shang, xia, osti, xia. And then 左 sol tarafa, 左 o'ng, 右 右 shi li, li sirti外 外 oldi 前 前 keyni 后 后. Bu nima shu bir uy, andan keyin bir odam bilan ichida ifodalabdi-ku. Birinchi rasmdagi odam nada? Uyning ichida, eshikning oldida ko'rdinglarmi?
kichikli. Nama ikkinchisida sirtida ekan, shuning bilan va. Andan keyin ma 3-rasmda oldida ekan, shuning bilan chen. 4-sida orqada ekan, shuning bilan u nima bo'ldi? Ho. Nama keyin denishkisi va u miyada bir pintu, hamda qurashtiradigan rasmninki nimasi shunaqa. Nama ranglikki nada? 4 tarafidagi oqgan o'ttirdikisininki mushu rangi qiynaqkan shunaqa. Shu vaqtda o'ttiri degan nima deydi ekanmiz? Zhongjian o'ttiri ya. Hamda miyaga qarasak, ikki chetidikisi qiynaqkan, o'ttirdikisi oqgan. Shu vaqtda ikki cheti degani nima deymiz? Liang bian. Ha, unda bo'lsa, mushuni yana bir qatam kelaylik ya. Mushu boshdan oxir. Shang, xia, zuo,右里外前后中间两边. Yana bir qatama. Endi menday siz pastda turib mushu qo'lingizda shu qaysi tarafni da'vatganligimni ko'rsating, ha. Başladik. Shang, xia,左，右，里，外，前，后，中间，两边。好. Endi ikkinchi bo'lib nimani o'rgandik ekanmiz? Mushu o'rinni so'rash. Bir odamdan mushu o'rinni qanday so'raymiz a? Masalan, qayerda desak,在哪儿? Nama qaysi joyda, qaysi o'rinda desak, 在哪个位置? 在哪个位置 desak bo'ladi. Nama naga borisiz desak, 去哪儿 desak bo'ladi, ha. Unda bo'lsa, mushu misaldagisiga bir qarab baqaylik. Siz nada? Men maktab darvozasining yonida debdi. 你在哪儿? 我在学校门口。请问出站口在哪儿？对不起，我不知道。你在哪个位置？我在学校大门旁边。Bu, men maktabniki darvozasining yonida, 旁边 yini shunaqa. 你们去哪儿？我们去邮局。Biz pochta idorasiga boramiz. 我们去邮局。好，这个会了没有？unutib qolmaslik uchun yana bir qatam kelaylik ya. 你在哪儿？我在学校门口。Mang agishib tangdanglar. 请问出站口在哪儿？Kechiring, men bilmayman. 对不起，我不知道。你在哪个位置？我在学校大门旁边。你们去哪儿？
你们去哪儿？我们去邮局。我们去邮局。好，那么我们接下来看一下第3个üçüncü nokta。先 avval， 然后 andın。那么başqa bir odamlarga mushu ma'lum bir ishlarni so'zlab bergan vaqtimizda andın mındaq bo'ldi, andın andaq bo'ldi, andın yana bir yangi bo'ldi degan vaqtimizdami mushunda desak bo'ladi. 先什么什么然后怎么样，然后怎么样，然后 masalan men mındaq dedim, andın u andaq dedi, anandiki men mındaq dedim, andın u yana andaq dedi degan bo'lsa, 我先这么说的，然后他怎么说，然后我怎么说，然后他怎么说 desakmi bo'ladi. Mushu andın deb turib mushu ishninki rad tartibi keyingi ishlarga kelgan vaqtimizda hammasiga andın deganga 然后 deb ishlatamiz. Shu bir harakatning keynidagi harakat qo'ydi, shu bir ishning keynidagi ish, vaqt emas. Vaqt bo'lsa shu boshqa so'zlarni ishlatamiz. Undaq bo'lsa tushundikmi? Kitobdagi misol qarab baqsaq, men avval tomoq yey, andin maktabga boraman. 我先吃饭，然后去学校。我先吃饭，然后去学校。İkincisi, siz avval bankaga berib pul eling, andin doktorxonaga berib kasal ko'ring debdi. 你先去银行取钱，然后再去医院看病。你先去银行取钱，然后再去医院看病。好，会了吗，同学们？那bugungi nishonimizda nimalarni o'rganganmiz bolalar? Birisiga mushu yo'linish, yana birisiga nima? Mushu o'rinni qanday so'rash, andan keyin yana birisiga avval, andin deganni qanday ifodalaymiz degan mazmunlar, shundami? Unda bo'lsa, yana ozroq vaqtimiz bor ekan, eng oxirgi qitimma mushu qayt kelgan chaqda andin unutib qolmaysizlar. Shuning uchun yana bir qitim boshdan oxirgacha menga ergashib yana bir o'qib o'tinglar. Mushu unutib qolmaslik uchun. Bak ansirayman. Va shu unutib qolsa, o'rganolmay qolsa qanday qilaman deb. Shuning bilan o'zimni xotirjam qilish uchun yana bir qitim kelaylik, ya. Başladik. Beshidan. Dong, dong, nan,南西西北北东北东北东南东南西北西北西南西南上上下下左左右右里里外外前前后后中间中间两边两边 o'rinni so'rashi. 你在哪儿？我在学校门口。你在哪儿？我在学校门口。请问出站口在哪儿？对不起，我不知道。请问出站口在哪儿？对不起，我不知道。你在哪个位置？我在学校大门旁边。你在哪个位置？我在学校大门旁边。你们去哪儿？我们去邮局。你们去哪儿？我们去邮局。好，下面是先，然后 awal ondan 呢。我先吃饭，然后去学校。我先吃饭，然后去学校。
Siz avval bankaga berip pul eling, andan doktorxanaga berip kesel görün. 你先去银行取钱，然后再去医院看病。你先去银行取钱，然后再去医院看病。好，那unda ho'sa, mushu bugungi mazmun mishagicha bo'ldi. Bugungi topshiriqimiz saboqdaşlar. 把课文一个读5遍. Tekstni har birisini boshqatimdan o'qib, bugungi nishonimizni qayta mashq, qayta takror qilib, hammasini mushu qallamizga singdirib yetaylik. Mushunda qilgan chaqda andan biz mushu Hanzu tilini texmo yaxshi o'rganib olib bo'ldi, ha. Unda bo'lsa, 今天我们的作业呢就是把课文读5遍，然后后面今天所学的目标全部认真的把它一遍又一遍的读，一遍又一遍的记，直到记到脑子里面去啊。那么今天我们的课呢就先讲到这里。Bugungi darsimiz mishagicha bo'lsin. 同学们下一期